Hurmatli obunachilar, ushbu agregatimiz nimaga ishlaydi, nimani sovutadi, bilasizlarmi? Shunaqa savollar bilan ko'p uchraganmiz. Shu savollarga hozir birin-ketin javob beramiz. Ushbu agregatimiz tepasidagi 5 lik bo'ladi, pastidagi esa 7 lik bo'ladi. Bu yerga ikkita agregat o'rnatilyapti. Ko'rib turganinglardek, kirganinglarda o'ng qo'lda yana bitta kichkina kameramiz bor va kirishimiz bilan mana shunaqa katta kamera kutib oladi bizni. Katta kameramizga 7 lik agregat qo'yganmiz. Bu yerga meva saqlash uchun joylangan. Devorlari sendvich panel emas, pena sepilgan, mana pena. Shtobiki tashqaridagi havo ichkariga kirmasligi uchun, ichkaridagi havo tashqariga chiqib ketmasligi uchun sovuq havoni stabil ushlab turish uchun pena sepilgan. Bu yerda meva saqlanadi akalar, meva purish akalarga jo'natib qo'yasiz shu videoni. Meva purish akalar juda yaxshi tushunishadi bu narsani. Va bu yer kichikroq kameramiz bo'lyapti. Bu yerga ham meva, shunga o'xshagan narsalar, ya'ni asosan sitrus mevalar saqlanar ekan. Hozirgina vopimizni eldik, vopimizni elib yurg'izamiz. Bu yerni +5 gradusga tushirib ketamiz, xudo xolasa. +5 gradus okamiz uchun normalniy ekan. Atak biz qo'yib bergan kamera -5 gradusgacha tushirib beradi. Mana shu joyi ham -5 ga tushirib bera oladi ichkarini ham bemalol tushirib beradi. Okamizga +5 kerak ekan, bemalol +5 tushiradi. Eshiklarni ham ko'rib turganlaringdek qaranglar, zavodskoy chiroyli eshiklar o'rnatilgan, samodelniy yasalmagan. Zavodskoy eshiklar, bu yoqqa ham eshikni zavodskoyni o'rnatganmiz. Bitta eshikni ochib bera olasizlarmi? Ko'p joyda ko'rgan bo'lsangiz, samodelniy eshik yasab qo'yishadi. Samodelniy eshik sovug'i chiqazib yuboradi. Zavodskoy eshik o'rnatish kerak. Mana shunaqa zavodskoy eshiklarni o'rnatganmiz. Hozir montaj jarayonida, mana shunaqa montaj shitlariga alohida e'tibor berib, montajini qilinyapti. Juda ham ko'p savol berishadi. Bu kompressor nima vazifani bajaradi, nimaga kerak bu narsa o'zi, kim ishlatadi deyishdi. Buni asosan dehqonlar olishadi, meva, sabzavotlar saqlash uchun, ya'ni pishiq paytda, sezonda saqlashadi. Shu bilan qishda ham, qishin-yozin hozirgi kunda supermarketlarga kirsanglar, mevalar, sabzavotlar, shu ayniqsa yozda bo'ladigan mevalar qishda ham supermarketlarda sotilyapti. Aynan shu kompressor yordamida saqlab, qishga mevalarni saqlashyapti. Boshqa yo'nalishda ham ishlatsa bo'ladi. Qassob akalar uchun go'sht muzlatish uchun, ya'ni xohlagan turingizda, ya'ni sovutish tizimida nimaiki saqlamoqchi bo'lsangiz, hammasiga to'g'ri keladi. Shunaqa kamera xolodilniklarimiz. E'tiboringiz uchun rahmat.